Assalomu alaykum barchaga. Demak, Javohir Qodirov Sefer Multi-Level yana efirda. Demak, boshladik. Bugungi mavzuimiz asosiy e'tibor Multi-Level Speaking Part 1.1 ga qaratiladi. Demak, birinchi boshlang'ich qismiga e'tibor bering. Men imkon qadar sizga 5 daqiqa ichida asosiy ma'lumotlarni, ya'ni bugungi birinchi maslahatni berishga harakat qilaman. Demak, bugungi birinchi maslahat, demak, first advice is about how to speak, let's say 30 seconds, ya'ni 30 soniyagacha qanday qilib gapira olish, ya'ni olib borish haqida bo'ladi. Chunki ko'pchilik o'quvchilar 30 soniya gapira olmaydi va to'xtab qoladi. Va undan tashqari, endigina speakingni boshlayotgan o'quvchilar uchun ham ancha manfaatli bo'ladi bu dars. Demak, qanaqa daraja desangiz, bu yoqqa yozib qo'yganman. Demak, qarasangiz, bu yerda demak pastda pre-intermediate va intermediate darajadagi o'quvchilar deb bo'lgan. Pre-intermediate and intermediate level students. Bu degani o'sha 4 oydan 6-7 oygacha bo'lgan muddatda o'qiyotgan o'quvchilarga anchagina asqotadi bu maslahatimiz. Demak, endi multi-level haqida ko'pincha e'tibor berish kerak, ya'ni asosan multi-levelga qaratamiz e'tiborda, ya'ni bir qismida 30 soniya vaqt berilgan paytda biz shu uslubdan foydalanishimiz kerak. Avvalambor bizda muammo bor. Bu nima? Problem. Yes, we have time problem. I mean, because you will be given 30 seconds. 30 soniya beriladi xolos sizga gapirishlik uchun bir qismida va shu muammo bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilar 20, 15 yoki shu 5 soniya qolganda ham to'xtab qoladi. Ya'ni 5-10 soniya qolgan, qayerga ketganini bilmay qolasiz. Ya'ni to'xtab qoladi. Oxirgacha olib olmaydi. Shuning uchun olib borishimiz kerak bo'ladi bu uslubimiz orqali. Ya'ni birinchi maslahatimiz, bugunga e'tibor bering. Birinchi maslahat shu 30 soniyagacha olib borib gapirish hisoblanadi. Xo'p, solution deb qo'yganman. Solution nima? Bugungi mavzuda birinchi maslahatda asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan yechim changing the tense method. Ya'ni shu uslub bu qanaqa deysiz, zamonni o'zgartirish uslubi. Hozir buni ko'rib chiqamiz qanaqa bo'lishligini. Pastda yana yozib qo'yganman. Ya'ni bu uslub orqali biz aniq 30 soniyagacha bemalol gapirishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Demak, e'tibor bering. Pastda yozib qo'yganman. Demak, 3 ta savol beriladi tabiiyki. 3 questions asked, yes, will be asked from you during the multi-level exam. Demak, multi-level imtihonida sizdan 3 ta savol so'raladi har xil. Ya'ni o'zingiz haqingizda so'raladi albatta. Ya'ni bu yerga e'tibor bering, yozib qo'yganman. Misol uchun, do you like to watch TV? yoki bo'lmasa ikkinchi savolda how often do you exercise with sport? yoki bo'lmasa what's your favorite season deyildi. Shu uchalasidan bittasini hozir tahlil qilib ko'rsak bo'ladi. Qisqa daqiqalar ichida, ya'ni demak 2 daqiqa ichida. Chunki yuqorida aytib o'tdim, imkon qadar sizni vaqtingizni olmaslik uchun ham men 5 daqiqada asosiy maslahatni berishga harakat qilyapman. Demak, tasavvur qiling, sizda 30 soniya bor. 30 soniya ichida siz iloji boricha 30 soniyaga yetkazib gapirishingiz kerak bo'ladi. Bilasiz, multi-levelda 5 soniya vaqt beriladi gapirishingizdan avval. 5 soniya vaqt beriladi. Undan keyin demak gapirishingiz kerak bo'ladi. Asosiy vaqt berildi va siz javob berishingiz kerak. Endi bu formulaga e'tibor bering. Yozib qo'yganman pastda. Uslub present simple past but pleasant past. Ya'ni present simple hozirgi zamon plus but ammo va plus past degani o'tgan zamon. Demak, shu uslubda iloji boricha siz gapirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamon bilan gapni boshlab turib, undan keyin ammoni ishlatgan holatda o'tgan zamonga olib o'tishingiz kerak bo'ladi gapingizni. Ya'ni bu yerda asosiy narsa nima desangiz, g'oya. Bu uslubimiz asosiy maqsadi idea. Demak, g'oya. G'oya bo'lsa, demakki o'quvchi bemalol 30 soniya gapirishi mumkin. G'oya bo'lmasa, ko'pchilik o'quvchilar to'xtab qoladi. Mana e'tibor bering, o'sha g'oyani yaxshilash orqali biz anchagina bemalol gapirishimiz mumkin bo'ladi. Keling, mana hozirgi birinchi savolda mana menga berilgan savollardan aytaylik. Birinchisiga javob berib ko'raman. Do you like to watch TV deyildi. Ya'ni siz televizor tomosha qilishni yoqtirasizmi deyildi. E'tibor bering. Bu yerda javob turibdi, namuna tayyorlab qo'yganman, e'tibor bering. Demak, hozirgi formulamizni nima qilamiz ekan biz? Birinchi hozirgi zamonda gapiramiz, keyin ammo ishlatgan holatda o'tgan zamonga olib o'tamiz. Xo'p, e'tibor bering. Xo'p, inglizchada yozib ketganman, demak tushunib olasiz, chunki albatta oddiy tushunishingiz uchun oddiy lug'atlardan, oddiy grammatikadan foydalanilgan bu yerda. Qarang, hozirgi zamonda gapiryapman men. Menga savol berildi.
Ya'ni siz televizor tomosha qilishni yoqtirasizmi deyiladi. Do you like to watch TV? Javob beryapmiz. Personally, shaxsan men degani. Personally, I dislike to watch TV at present because I have my own phone and I am using it for watching my lovely films and shows. Demak, shu yergacha qismi hozirgi zamon. Mana shu yerda ham o'qish to'xtab qolish mumkin kerak bo'lsa. Ko'pchilik o'quvchilarda bilamiz, hozirgi zamonda gapiradi, tezda to'xtaydi. Ya'ni yes, I like to watch because it's interesting deb ham to'xtab qolish mumkin. Bu yaxshi emas. Sal kengroq gapiring. Demak, tasavvur qiling, shuni gapirish bilan ham taxminan 10-15 soniya gapirib qo'yasiz. Endi bu yog'iga o'tsangiz, mana endi o'tgan zamonga o'tyapman men. Qarang. But qarang, I used to like to watch television when I was a little child, especially for watching my favorite cartoons like Mickey Mouse and so on. Mana e'tibor bering tarjimaga. Shaxsan men televizor tomosha qilishni yoqtirmayman deb hozirgi zamonda gapiryapman. Chunki men shaxsiy telefonim bor va undan har xil sevimli filmlarni tomosha qilishlik uchun va shoulardan ham tomosha qilishlik uchun foydalanaman deb hozirgi zamonda gapirdim. Endi ammo ishlatib bu yoqqa o'tkazyapman. Ammo men kichkina bolalik paytimda televizor tomosha qilishni yoqtirardim. Ayniqsa deyapman, especially meni sevimli bo'lgan multfilmlarimni. Qanaqa desangiz, like. Misol uchun, for example sifatida ketyapti like, Mickey Mouse va hokazolar. Mana bu so on va hokazo bo'lib ketyapti. Ko'ryapsiz? Demak, shunaqa uslub bor. Demak, bu uslubni nomi zamonni almashtirish uslubi deyiladi. Endi keling, buni aksencha qilib ko'rsangiz ham bo'ladi, o'tgan zamondan gapirsangiz bo'ladi. Ya'ni qarang, past plus present qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'tgan zamonda gapingizni boshlab turib, ammo ishlatib turib, hozirgi zamonga olib o'tasiz. E'tibor bering, o'sha savol, ya'ni xuddi o'sha g'oyalar, faqat zamonni o'zgartirdik xolos. Va zamon qo'shilish orqali, ya'ni bitta zamon emas, ikkinchi zamon qo'shilish orqali ham ko'proq gapirish mumkin. Demak, javobga e'tibor beramiz. Yana savol berildi menga. Do you like to watch TV deyildi. Men aytyapman, bu yerda qarang. I used to like to watch television when I was a little child, especially for watching my favorite cartoons like Mickey Mouse and so on. O'sha gap boyiga. But I dislike to watch TV at present because I have my own phone and I'm using it for watching my lovely films and shows. Demak, e'tibor bering, bu yerda o'tgan zamonda yana gapirdim. Ya'ni yana emas, bu uslubda gapirdim demoqchiman. Ya'ni formulaga amal qilgan holatda gapiryapman. Tasavvur qiling, men ustozimni aytgan buyrug'i bo'yicha ish qilyapman. Hozir men ustozim o'rgatdi shu formulani. Demak, ustozim aytgan formula bo'yicha ish qilyapman. Nima qildim? O'tgan zamonda gapirdim. Aytyapman, men televizor tomosha qilishni yoqtirardim kichkina bolalik paytimda, ayniqsa sevimli bo'lgan kartunlar, ya'ni multfilmlarni tomosha qilishni yoqtirardim. Misol uchun Mickey Mouse va boshqalar. Ammo deb turib endi hozirgi zamonga olib o'tyapman. Ammo men hozirgi paytda televizor tomosha qilishni yoqtirmayman. Chunki meni o'zim shaxsiy telefonim bor va men undan o'zimni sevimli bo'lgan filmlarimni va shoularimni tomosha qilish uchun foydalanyapman deb qo'ydim. Tushunyapsizmi? Bundan boshqa yana qo'shimcha faktlar qo'shsangiz bo'ladi. Faqat asosiy narsaga e'tibor bering. Men boshida aytib o'tdim, darsimizning boshida bu tense edi. Ya'ni changing the tense, zamonni o'zgartirib biz maqsadga erishishimiz mumkin. Tushunyapsizlar? Demak, shu bilan albatta 30 soniya gapira olasiz. Bu sinovdan o'tgan. Albatta ko'pchilik o'quvchilarim tomonidan ham. Endi siz navbatingiz shu uslubda albatta foydalaning. Endi siz darajangiz yuqori daraja bo'lsa, albatta bu shart emas. Asosan bu endigina 4 oydan 7 oygacha o'qigan, ya'ni pre-intermediate yoki intermediate yoki da sefarda endi boshlagan o'quvchilar uchun ancha manfaatli bo'lishi ham mumkin. Va bu IELTS uslubiga ham bemalol tushib ketadi. Ya'ni IELTSda part 1 ga ham tushadi. Shu uslubimiz IELTS part 1 ga ham bemalol tushib ketishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi asosiy narsa bu uslub, ya'ni formula. Okay? I hope you understand today's class and I hope you will practice during the lessons and you share this advice to your friends, this video and my own personal ideas. Okay?
Demak, umid qilamanki, bu bergan maslahatim sizga albatta asqotadi va siz buni do'stlaringizga ham ulashasiz. Bu videoni ham albatta va albatta bu sizga katta manfaat olib keladi. Keyingi ilmlarda yaxshilab borishingiz uchun, ya'ni keyingi qismlarda, speaking boshqa qismlarda ham albatta foydasi tegadi. Demak, maqsadim o'zi 5 daqiqa gapirish edi, lekin biroz cho'zilib ketdi. Vaqtingizga rozi bo'lasiz albatta. Demak, darsda yakunlash payti keldi. Umid qilamanki, siz tushundingiz. Mabodo tushunmagan joyingiz bo'lsa, videoni yana orqaga qaytarib, boshqatdan tomosha qilsangiz ancha manfaatli bo'ladi. Xo'p. Asosiy narsa practice. Okay? The main thing is practice, practice, practice. Shug'ullanishdan to'xtamang. Okay? This is the end of today's online class. Thank you very much for watching, and I hope we will see and you will see me in the next lessons. Okay? Online platforms. Demak, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi darslarda albatta onlayn orqali ham uchrashamiz. Rahmat.